Sahabiler izledin, çaknigan izzet nuri, bütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş ekmez kafirga, şiddet bilen atseli, Hemze Halit Musettek, şir yürek oğlanları. Zeydul Hayri. Sende Allah ve onun elçisi yaxşı gördüğün iki xislet var. Sevircanlık ve keng qursaqlıq. Muhammed aleyhisselam. Kişiler mədenge oxşaydı. Ularning cahiliyetdeki yaxşıları İslamda mı yaxşı? Bu yerde sizge uluq bir sahabinin iki xil hayatını bayan qılımız. Onun birisini cahiliyetning qoli, yana birini İslamning barmaqlari yezib qaldırgan. Aşu sahabe, kişiler cahiliyette çağırgandek Zeydul Hayli. İman etip İslam'a kirgenden keyin Peygamberle İslam çağırgandek Zeydul Hayri idi. Onun dastlabki hayatı to'g'riliq adabiy kitoblarda Shaybani Bani Amirliq bir shayxdan mundaq hikoya qildi. Bizga qurg'oqchilik yili kelib, ziroat chorvalarimiz vayron bo'ldi. Bizning ichimizdan bir odam oilasi bilan Yera degan joyga chiqdi. Oilasini shu joyda qoldirib, ularga "Men toki sizlarning qishonlari qaytib kelgunga qadar bu yerda meni kutinglar" deb biror mol dunyoga erishmaguncha qaytmaydiganligiga qasam qilib otlandi. U butun bir kun mengib, qorong'u tushganda bir chidirni ko'rdi. Chidirga yaqin joyda bog'loqliq bir toy turibdi. U o'ziga "Bu g'animatning avuli" deb uni yeyish ko'rindi. To'satdan orqasidan "Uningga chaqilma, jiningni saqla" degan ovozni oldi va uni tashlab yo'lini davom etdi. U 7 kun mengib, oxiri to'gilar qotini bor bir joyga keldi. Uning yonida cho'ng bir chidir bor bo'lib, ichida nozi ne'matdan bishorat berib turadigan, terdan yasalgan bir gumbaz turibdi. Yiliqi odam ko'ngilda "Bu qotanda cho'qim to'gi bor, shundoqla chidirdimi odam bor" deb chidir ichiga qaradi. Bu vaqtda quyosh petishqa oz qolgan edi. U chidirning o'ttirsida nihoyatda qiyri bir buvayni ko'rdi. U buvayning orqasida o'ltirdi. Buvay buni sezmadi. Uzun o'tmay quyoshmi petib bir otliq odam bu yerga keldi. U bunda qavul odamni ko'rmagan edi. U egiz itiga mingan bo'lib, uning o'ng so'l tarafida ikki xizmatkor bor edi. Ular bilan birga 100 ga yaqin to'ygi bo'lib, oldida cho'ng erkak to'ygi bor edi. Oldidagi to'yga cho'kishi bilan barliq to'ygilar cho'kdi. Otliq odam xizmatkorning birisiga "Buni sig'ib buvayga shikuzgan" deb semiz bir to'ygini ko'rsatdi. Xizmatkori to'ygini sog'di. Qoch to'lganda buvayning oldida qo'yib yiroq turdi. Buvay ustdan 1-2 yutum ichibla qo'yib qo'ydi. Yiliqi odam mundaq deydi: "Men buvayning oldiga yoshirincha berib, qochini elib, ustning hammasini ichdim. Xizmatkor kelib, qochini oldi va "Ey xo'jayin, hammasini ichib bo'pti" dedi. Otliq odam xo'shalanib xizmatkorga "Ovuni sig'ib bergan." Xizmatkor buyurilganini qildi. Buvay uningdan bir yutumni ichib qo'ydi. Ondan men yoshirincha uning yerimini ichdim. Otliqning ko'ngilda gumon qo'zg'amaslik uchun hammani ichmadim. Otliq odam yana bir xizmatkorni qo'y so'yishga buyurdi. Qo'y so'yilib bo'lganda otliq odam kelib, buvay uchun go'shtini kavob qildi. O'z qo'li bilan tamoqmi qildi. Buvay to'yganda ondan otliq odam va xizmatkorlari yeyishga boshladi. Uzoq o'tmay hammasi uyquga ketdi. Bu chaqda men oldida mangdigan to'yga qishiq berib, arg'amchisini yeshib, uningga minib mangdim. Boshqa to'ygilarmi uning orqasiga egashdi. Tong otganda atrofga qarashga boshladim. Men quyosh ko'tarilguncha mangdim. Tuyuqsiz burgut yoki cho'ng bir qushchilik bir narsaning yiroqdan men tarafga kelayotganligini ko'rdim. Men uning ot ustiga mingan odam ekanligini farqlandira oldim. U menga yaqinlashdi. Men uning to'ygisini izlab kelgan otliq ekanligini bildim va to'ygini bog'lab, yachiqimni betlab o'q uzishga tayyorlandim. U odam menga
tögini yeyishivat, dedi. Men hargiz unda qilmayman. Yerada bir qancha och qolgan ayollar qolgan. Men ularga molga erishmaguncha qaytmaslikqa qasam qilgan, dedim. U kishi, undaqda sen o'lasan, u yetimak, tögini yeyishivat, deb varqirdi. Men yeyishivatmayman, dedim. U, voy seni, bek ko'ranib ketma. Manga tögin chekkan arg'amchining chigikini ko'rsat, dedi. Uningda 3 chigik bor bo'lib, u mendan qarg'a yetib qaysiga tekizishni xohlaydiganligimni so'radi. Men o'tirdikiga ishorat qildim. U o'qyani xuddi qulida kelib sanjib qo'ygandekla töginchakdan o'tkazdi. Ondan ikkinchi, uchinchisiga otdi. Bu chaqda men o'qni o'qtinimga silib taslim bo'ldim. U mening qilichim va yachiqimni ilib olib, "Orqamga mingin", dedi. Men mindim. U "Meni qanday qildi deb qaraysan?" deb so'radi. Men "Yomonlik qilarmikin deb gumon qilaman", dedim. U "Nima uchun?" deb so'radi. Men "Seni jafoga solganim va sana qilganlarim uchun", deb javob berdim. U "Alloh seni menga yetkizdi. Sen muhalhilining yemek ichmakiga sherik bo'lgan. Ashu ketisi uning amroq bo'lgan turuqliq meni yomonlik qildi demsan", deb so'radi. Men "Undaqda sen Zaydul Xayrimi?" deb so'radim. U "Shundoq", deb javob berdi. Men "Yaxshi asir olg'uchi bo'l", dedim. U "Sana hech ish bo'lmaydi", deb meni uyga keldi va menga "Alloh bilan qasamki, bu tögilar mening bo'lgan bo'lsa, sana beratdim. Bular mening bir hamshiramning tögilari. Sen bizning yonimizda bir qancha kun turgan. Pat arada jangga qatnashib, uningdan g'animatga erishiman", dedi. 3 kundan keyin u Bani Numayr qabilasi bilan jang qilib, 100 ga yaqin tögini g'animat oldi va ularning hammasini menga berdi. Men bilan meni qo'g'dashga bir qancha kishini avatdi. Oxiri yeraga qaytib keldim. Mana yuqorqilar Zaydul Xayrning jahiliyatdagi hayot hikoyalari. Ammo uning islom keltirgandan keyingi hayoti to'g'risida tarjimal kitoblarida mundaq bayon qilindi. Zaydul Xayri Payg'ambar alayhissalomning xabarini anglab, uning chaqiriqlarining mazmunlaridan xabar topganda, ulug'ini tayyorlab, odamlardan bir qancha kattalarni Yasribni ziyorat qilgach, Payg'ambar alayhissalom bilan uchrashish uchun berishga chaqirdi. Natijada Tayin xalqidan elchilar safarga mangdi. Ular ichida Zurr ibn Sadus, Malik ibn Jubayr, Amir ibn Juvayn qatorliqlar bor edi. Ular Madinaga kelganda Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalomning masjidi tarafga qarab mangdi va uloqlarni cho'ktirib masjidga kirdi. Ular dal payg'ambar alayhissalomning munbarda turib nutq so'zlayotgan vaqti kirgan bo'lib, ular anglaganlardan hayron qolishdi. Musulmonlarning payg'ambar alayhissalomga bog'lanib qilishlari, sukutda turishlari va so'zlardan ta'sirlanishlari ularni ajablantirdi. Payg'ambar alayhissalom ziyoratchilarni ko'rganda musulmonlarga "Men sizlarga sizlar ibodat qilayotgan Uzzodan va barliq ma'budlardan yaxshi. Men sizlar uchun sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan qora to'ygidan yaxshi" degan so'zlarni qildi. Payg'ambar alayhissalomning so'zlari Zaydul Xayr va uning bilan birga kelganlarning qalbida ikki xil ta'sir paydo qildi. Ba'zilari haqiqatga ovoz qo'shdi, ba'zilari haqdan qochdi. Bir bo'liki jannat tarafga, bir bo'liki do'zax tarafga boradigan yo'lni tanladi. Ya'ni Zurr ibn Sadus payg'ambar alayhissalomni mu'min qalblar uningga talpingan, ko'zlar uningga talmurgan yuksak o'rinni ko'rib, dilida payg'ambar alayhissalomga qarata hasad qo'zg'aldi va ko'ngliga vahim tushib, yindikilarga "Men arablarga boshliq bo'lgan bir odamni ko'rdim. Alloh bilan qasamki, men uningga bo'ysunmayman" deginicha Shamga yo'l elib, u yerda xristian diniga kirib, rohib bo'lib ketdi. Ammo Zaydul Xayri va boshqalarning ahvoli boshqacha bo'lib, payg'ambar alayhissalom so'zni oxirlashtirganda Zaydul Xayri musulmonlar orasida turdi. U kelishgan qaddi qomatlik, egiz bo'yliq kishi bo'lib, otga minsa, eshakka mingandek putlari yerga so'rilib turardi. U jarangliq ovozi bilan shu yerda "Ey Muhammad, men bir Allohdan boshqa ilohning yo'qligiga,
sening Allohning elchisi ekanligingga guvohlik beraman, dedi. Payg'ambar alayhissalom, sen kim deb so'radi. Men Muhalhilning o'g'li Zaydul Xayli deb javob berdim. Payg'ambar alayhissalom, balki sen Zaydul Xayri, Zaydul Xayli emas. Seni tog' jilg'ilardan bu yerga elib kelib, islomga moyil qilgan Alloh taologa madihiya bo'lsin, dedi. Shuningdan boshlab u Zaydul Xayri degan ism bilan ataldi. Payg'ambar alayhissalom uni uyiga keldi. Uning bilan Umar ibn Xattob va bir bo'lak sahoba radhiyallohu anhumlarmo bor edi. Payg'ambar alayhissalom uyida Zaydul Xayriga yostiq tashlab berdi. Lekin u payg'ambar alayhissalomning oldida yo'linib o'ltirishni cho'ngchilik deb bilib, yostiqni qaytirdi. Payg'ambar alayhissalom uningga yostiqni zo'rlab berdi. Zaydul Xayri toki 3 qitim qaytirdi. Ko'pchilik o'rin ilib bo'lganda payg'ambar alayhissalom, "Ey Zaydul Xayri, menga bir odam sifatlab berilsa, men uni ko'rgandan keyin tovanroq bo'lib chiqatdi. Lekin sen undaq emaskansan", dedi. Ondan, "Ey Zaydul Xayri, senda Alloh va Allohning elchisi yaxshi ko'radigan 2 xislat bor. Men ular qaysi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom, "Sabrchanlik va keng qo'rsaqlik" deb javob berdi. Meni Alloh va Allohning elchisi yoqtiradigan xislat ustida yaratgan Alloh taologa madilar bo'lsin. Ey Allohning payg'ambari, menga 300 otliq askar bergin. Men Rum diyoriga hujum qilib, ularni mag'lub qilishga kepillik qilay, dedim. Payg'ambar alayhissalom, "Ey Zaydul Xayri, sen nima degan yaxshilik ko'p odam", dedi. Uning bilan birga kelgan kishilar uning bilan birga islom keltirdi. Ular Najdadagi yurtlarga qaytmoqchi bo'lganda, payg'ambar alayhissalom ular bilan xo'shlashib etib, "Bu haqiqatan esli odamkan. Agar u Madinadagi vabodan saq qolsa, yana qanchalagan yaxshiliklari bo'ladi", dedi. Bu chaqda Madina Munavvarda tab kesildan iborat tarqalishchan kesil bor edi. U Madinadan ayrilibla og'rib qoldi. Uning bu kesili kuchaygan turuqliq Najdadagi yurtiga tez berish qoldiraydi. U xalqi bilan uchrashib, o'z qo'li bilan ularni islomga da'vat qilishdek sharafni Allohdan tilaydi. Ajal uning bilan raqobatlashib, safar ustida uning oxirgi nafsi uzildi. Uning islom keltirishi va o'lim orasida gunoh sodir bo'lgudek fursat bo'lmadi. Mehribon Alloh islom keltirib, hech qanday gunoh sodir qilmasdan dunyodan ayrilgan Zaydul Xayriga cheksiz ajr ato qilsin. Amin. Payg'ambarligini Alloh uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari. Katta Umar Usmon nahdi qo'g'dab tek turib, Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari.